Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlaridan keyin amalga oshirgan ilk ishlaridan biri jamiyatni isloh qilish va ummatni birlashtirish edi. U zot Ansor va muhojirlarni birodar qildi. Qabilachilikni va tafriqani bartaraf etdi. Yagona ummat asosini barpo qildi. Bu tarixiy tajriba keyinchalik islom jamiyatini kuchayishi va g'alabalariga zamin yaratdi. Xuddi shu yo'lni Nuriddin Zinki ham tanladi. Uning davrida vaziyat murakkab edi. Suriya hududida mayda amirliklar bo'lgan. Misrda esa boshqa xalifalik hukm surgan. Salbchilar esa musulmonlar o'rtasidagi ixtilofdan foydalanishayotgan edi. Shuning uchun Nuriddin kurashni avval tashqi dushmandan emas, balki ummatni birlashtirishdan boshladi. U adolat, ilm va ittifoq orqali ichki frontni mustahkamladi. 1156-yili u Quddus qiroli bilan sulh shartnomasini tuzdi. Ammo salbchilar kelishuvni buzdi. Nuriddin ularni Damashq yaqinida bo'lib o'tgan janglarda qattiq mag'lubiyatga uchratdi. U birdaniga Quddusga yurish qilmadi. Avval Damashqni qo'lga kiritib, Suriyada siyosiy birlikni ta'minladi. Keyin esa Misrni salbchilar ta'siridan uzib, strategik muhitni o'zgartirdi. Bu siyosat Xandaq g'azotidan sabr, himoya va bosqichma-bosqich g'alabaga erishishga qaratilgan strategik yondashuvga o'xshardi.